Hürmetlik vatandaş muhakeme. Bugünkü İslaqaş kemen 21-2 ayının 11 günü. Muhakeme yukarıda iki parçalı leksiyani körüp öttünüz. Tünügün sözlük leksiyimiz bilen birleştirip qarap bakın hürmetlik vatandaş. Bundaq bir farqni sözlep bakaylı. Avvalki hükümet yani sabık prezident Trump hükümeti 4 yıl mabeyinde prezident Trump özü bir qatım kişilik hukuk doğrusu sözlemedi. Her qandaq bir sorunda kişilik hukuk degen sözü eğizge elip bakmadı. Endi qaraymiz ki növbetdeki prezident Joe Biden hazır Aqsaray kiripla kişilik hukuk meselesi özü tilg'i elip, o'xshashda Davlat ishlar kotibi Antony Blinken ham o'xshashda eğizge elip hazır ta'kidlashga başladı. Avvalgi prezident Trump efendinin o özünün metodi deyli, mesela tilg'i elish, tilg'i almaslik. Biroq Davlat ishlar kotibi sobiq Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yuqorida biz azaldan to'xtamay so'zlab kelyapmiz. Kishilik huquq to'g'risida bar kuchi bilan to'xtamay siyosat so'zlab keldi. Endilikle prezident Joe Biden hükümetinde fark şu oldu ki avvalgi prezident tilga aldı kişilik hukukda tilga almadı. Bu prezidentimiz hazır kişilik hukukda bevasıta tilga aldı. Reis Xi Jinping ile görüşüp bir yerde Uygurustan meselesi Şinjan yani Hong Kong meselesini tilga aldı. Bevasıta aldığı koydu deb haber kıldı Amerika avazının muhbiri vatandaşım. Endilik bir yerde nime deb tahlil qilishimiz mümkün mesela. Bevositalikqa ega bo'ldi, vositalik o'ttirib qo'ydi, bevosita o'ttirib qo'ydi, o'ttirib farq qo'ysimi? Biroq sobiq prezident Trump davridami kishilik huquq Uyg'ur masalasi shu darajaga berib yetdi. Bugun prezident Joe Biden davrida bu kishilik huquqni ta'kidlash ham ya'ni shundoq davomlashdi. Bu qatim o'zi prezident Joe Biden o'zi eğizga aldı. Bununla nisbeten Cumhur hükümeti yoki Xi Jinping hükümeti qandaq muomala qilishi mumkin? Mesela Xi Jinping hükümetinin muamelesi nime deseniz bu Cumhur'un içki işi. Cumhur'un içki işine chet el hükümetlerinin arılışı yol koymayımız. Bu şundakla teritoriya ve sizimin bütünlüğü meselesi. Bu belki yadlı olgan, belgili olgan ibare bolsun mu? Siz bu qatim qandaq yol koyuşunuz mümkün. Çünkü bir yerde prezident Joe Biden özü aldığınızı bevasıta koygan bu mesele süptede siz Reis Xi Jinping qandaq qabul qilasiz ve bununla qandaq cevap verisiz degan mesele bu. Uyghur tilida yoki İslam medeniyetinde şundaq bir söz var ki vatandaş qana yani 12 yıl bir qana 40 yıl bir qana bunun mazmunu sebebi 12 yılda bir özgürlüş buludu 40 yılda bir özgürlüş buludu deganlikdir vatandaşa. Hazır şunun doğrulap bakaylı bugün sen ceza lagerini qorg'ili to'g'ri 4 yıl oldu 4 yıldan aşağı dedi vaqt yani vaqt deganda to'shdi degan gap qana vaqt to'shdi. Bir hadise üçün tayyorlangan yoki belgilengen vaqt to'shdi. 4 yıl to'shdi. Sen hazır yig'ilish lageri meselesi de Uyg'uriston meselesi de Joe Biden, prezident Joe Biden hükümetiga nima topshirishing mumkin? Nima deyishing mumkin? Mesele mana bu yerda. Bu yerda yani yeni bir mesele o'tirg'i chiqdi vatandaşım. Unumuş başçılar dikkat qildinglar. Ya dikkat qilmadinglar. Nima deyildi desem Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden prezident Reis Xi Jinping bilan so'zlashgan o'xshash bir kunda Amerika Qo'shma Shtatlarının davlat mudofaasida ministerligida
xizmat guruhi qurilib, Jungo qaratgan strategik siyosatlarni tekshiradigan bo'ldi dedi. Oxirida bu nima dedi? Prezident Joe Bidenning ko'rsatmasi bo'yicha harbiy ishlar, masalan, harbiy ishlarga oid masala bo'yicha yoki harbiy ishlar davlat mudofaa ministrligi Jungo strategiyasini, Jungo qaratgan strategik siyosatni qanday belgilaydi va shundaqla buni burungisini siyosat bo'ladigan bo'lsa qayta qarab chiqib ma'muriy doiraga, ya'ni Oq saroyga qanday taklif berdi. Bu masala o'xshashda bir vaqt yetib keldi. Biz boshda vaziyat deb Jonlan apandining vaziyatini oldinlarga qo'ydik vatandoshlar. Endi bu ishlar o'zaro bir-biriga bog'lanishmi emasmi, buni bir nima deyolmaymiz. Biroq bu yerda o'tirg'i chiqayotgan so'z hozir bir katta gap, masalan, davlat mudofaa ministrligida 15 kishilik xizmat guruhi qurib, Jungoga qaratgan strategik siyosatni tadqiq qilish, qaytadan ko'zdan kechirish va 4 oy ichida Aqsaroyga ma'muriyatga taklif berish. Buni men vaziyatning oloydi belgisi deyman vatandosh. Yani hozir prezident Joe Biden Jungo bilan so'zlashayotgan o'xshash bir kunda. Bu ishning o'ttirg'i chiqishi esa davlat mudofaa ministrligida o'ttirg'i chiqishi, bu biz o'ylashadigan, ya o'ylashadigan emas, o'ylaydigan, muhokama qiladigan bir tema bo'lib hisoblandi vatandosh. Men tuniga nima dedim? Ayni chog'dagi sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Jungo qaratgan siyosat qanday bo'lsa, bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning siyosati shunday bo'ldi yoki shunday davomlashdi dedi. O'tganda yoki sobiq hukumat, prezident Trump hukumati Jungo siyosatini qanday belgilagan bo'lsa, yoki Jungo qanday siyosat davomlashtirgan bo'lsa, bugun prezident Joe Biden ham Jungoga shunday siyosat qo'llandi, o'xshash dedi. Bu hukmni CNN chiqadi. Bu qarorni yoki xulosani vaziyatdan yoki xabardan xulosa chiqargan kishi men emas, hurmatli vatandosh, Amerika ismli televiziya CNNning muxbiri. Hurmatli vatandoshlar, bugun sizga so'zlaydiganligimiz shu yergacha, muhokama ham shunchalik. Alloh hammanglarni aman qilsin vatandoshlar.